Memleketimizdeki en sırlı kitap Şanghay Jing'nin abduri zat kim o? Yeni Tağ Daryo tezkirsi degan bu sırlı kitabının abduri zat kim o? Bu to'g'risida tadqiqotchilar, professorlar arasında mutalash tartışılan nayet köp. Nurgullar bunu hergizmelik bir adam tarafidan yozilgan, bir vaqt yozilgan bir kitap emas. Necha yüz yil mobaynida u yozib bu tuluqlab degandek mushundaq yozilgan deb qaraydi. Albatta bundaq deb qaragan taqdirdimi buning eng dastlabki güvencu, yani eng dastlabki bir yozuvchi abduri bo'lish kerak, shundaqmi? Hamda bu Şanghay Jing'ning bu Tağ Daryo tezkirsining haqiqiy abduri to'g'risida en köp qarash Dayu. Yani Dayu degan kim o? İnsanlarga keldimi? Sun Wukong'ning oltin gursi şu Dayu'nikiti. Yani şunu qarab nurg'unlar bu Dayu Sun Wukong'ning dadisi deb turib olganlar bati. Naq şu Dayu'ni bu Şanghay Jing'ning tunji abduri deb qaraydi. Endi bu Tağ Daryo tezkirsiga nima bu Şanghay Jing degan desanglar, bu bir şu vaqt yozilgan bir dunyo xaritasi. Yani dünya tezkirsi buningda 50 ekran ba, mayalıqlar ba, Şiwangmu ba, Changshongbulao'yalik ölmeslikning doğrusu va, yani nurg'ulg'an sırlıq xazina, sırlıq baylıqlar va, yani Sanshingli va, yani bunu qabrida chiqartirsin o'qib baqqan yoki ko'rganlar bo'lsa biladi. Yani avliyolar qissasi ajoyib qarayib hayvonlar, masalan, 6 quyruqli tulka, 9000 gözlük kala, 3 gözlük o'shga qatorliq fakat bizlik fantaziyelik bir kinolar ko'radigan hayvonlarning hammasi asli mush asarda tasvirlangan. Siz bu kitapni ko'rgandan keyin voy bu Yevropaliklarningki tasavvur qobiliyati nimandaq cho'ngdi. Bu memleketimizin ba'zi fantaziya filmi bu nereden tapqandir deb qolmaysiz. Mush kitapni ko'rgandan keyin bu kitapda necha burunlar asli buni yozib, sizib tasvirlab biritga deganni his qilib qolsiz, ham hayron qolsiz. Ammo shunday gaplarni anglab nihoyat qiziqib, eng dastlab bu kitapning xanzusini ko'rgan vaqtda nihoyat zerikishlik his qilganchu, ko'rsanglar tushangili bo'ldi, biroq degan narsa asosan tazkira o'g'ishga tushandirish. Masalan, Palariyani mandaq tog' va bu tog'da mandaq hayvonlar va bu depli tushundirgan, keyin Uyg'urchasini topdim. Uyg'urchasini deb ko'rgandan keyin bakarak tushuna oldim. Mandaq narsaga dedim, lekin buningda bir alohida mazmun yo'q, faqat o'qib tushungandan keyin mandaq yer mandaq hayvon bor dedi. Bundaq hayvon nada dedi? Mandaq yer bir g'azinning gapini qildi, bu tog' nada dedi? Bu Şiwangmu degan shumash ko'ylin taqadimidu. Changshongbulao'ya degan mush kitapning so'zimga rast bormi degan nurg'un sirliq, ajoyib g'aroyib narsalarga dahshat qiziqib qolsiz. Bu kitapdan necha yil burun amaliy xotirasi, rasmiy xaritasi bilan sizib yozilganiga hayron qolsiz. Yani bu kitapni eplama xariti qarab, hamma bayliq izdiga ketmanglar yana. Endi bu kitapning hammasini to'liq men so'zlab bo'lmayman. Bu kitapning to'liq kitap 22 jild, buningdan 18 jild mukammal saqlangan. Buningda 40 dan ortiq sirliq davlatlar, bagliklar, yenilik tarixda xuddi Kroran shahriga o'xshash atalgan, lekin tuyuqsiz yo'qolib ketgan shundaq 40 dan ortiq bagliklar, davlatlar, 550 sirliq tog'lar, yani bu tog'larning hammasi nihoyat sirliq, ajoyib bir hayvonlar va yoki bir maxluqlar va yoki bir boyliqlar, g'azinlar va degandek 100 dan ortiq rivoyatli jonliqlar men boya degandek 100 dan ortiq yovvoyi hayvonlar, yani biz hozir ko'rib atgan, biz bildigan hayvonlar bor, ko'rib anglab baxmagan hayvonlar bor. Bu kitapni ko'rgandan keyin, tushuntirishni anglagandan keyin balkim siz bu kitap so'zlangan to'xta, bu mush dunyolar emas, elik paralel dunyoga ketib turgan paralel dunyoni so'zlayaptim nima va yoki yer sharining sirtidagi başka plant canlıqları, taşıq plant adamlardan tam sözləb qoydum mu nima? Və ki yer şarının içidimi yeni bir dünya var deydi. O işdim sözləb qoydum nima? Hep oylab qalsız. Bununki nurgun caylar, g'azinlar, baylıqlar, anınki hayvanlar, tağların həmmisi yo'q hozir. Bəziləri nurgun tap qolunmaydı. Yani muşu kitapda şu neçə min yıl burunlar aniq yezib xatirlangan. Men setib olgan o Uyg'urcha bu Tağ Daryo tezkirsi bir qadar nefis, bunun ma'lum bir qismi. Shuning uchun men to'liq qiziqib, zot bir olay, zot bir tadqiq bilib baqayman shunda. Mush Şanghay Jing'ning bir qadar to'liq nusxasini setib oldim. Qiziqib, men setib o'qib baqsam bo'ldi deguchilar, meni qo'shib olgandan keyin menga ayrimsiz ishni qilsanglar, ularni avatib turma. Yoki bosh betdagi chuchvonga bevosita kirib baqsanglarmi, shuning uchun akirib qo'ydim. Hatta sizlar bu Tağ Daryo tezkirsi Şanghay Jing qiziqdinglarmi? Keyincha mush 4 klassik asarni so'zlab bo'lgandan keyin bu Şanghay Jing'ni so'zlasam bo'larmi yoki bo'lmasmi? Meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat.